Assalomu alaykum, Chorva Savdo YouTube kanalining aziz obunachilari hamda bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Bugun hafta kuniga seshanba 2025-yil 16-dekabr. Biz bugun Namangan viloyati Namangan tumani Tepao'rg'on qishlog'ida, ya'ni haqiqatan qo'ydi zo'rini, idealini, zot yo'nalishga deysizmi, go'sht yo'nalishga deysizmi, har qanaqasidan olib kelaveradigan Mo'rad ukamizning xonadonlariga kelganmiz. Boshlangan kunlaring xayrli va barokatli bo'lsin deya hurmatli obunachilar, biz video syomkalarimizni boshladik. Marhamat tomosha qiling, like, podpiska, podelitsiya qilish eslaringizdan chiqmasin. Kanalimizda yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar. Bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring, xudo xolisa chiroyli video syomkalarni qilib sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Video yoqsa tadan like tugmasini bosib qo'ying. Assalomu alaykum Mo'rad. Suyimsiz? Mazangiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Ha, rahmat. Xudo xolisa bugunga faqat zot yo'nalishiga chiqaramiz, ha? Ha, aka, zotqa yoshroqdan xudo xolisa uylanganiga tayinlaydigan odamlar bor, zotlar ko'chganlar. Hurmatli obunachilar, xudo xolisa haqiqiy zo'ridan 5 ta yoki 4 ta zo'ridan haqiqiy, lekin pullari ham qo'yga qarab bo'ladi, lekin puli yengil bo'ladi qo'yga qaraganda. Xudo xolisa zot yo'nalishga mana shunday toza nasldor qo'chqor qidirib yurgan aka-ukalarimizga xotirjam tavsiya qilaveramiz. Qo'chqorga bir e'tibor berib ko'rasiz, mana qarang. Dumbalari hamma yo'g'i kelishgan holatda, quloq joylashuvi deysizmi? Yoshi nima ekan buni Mo'radin? Qo'zi Hali qo'zi, voy mashalloh. Hali qo'zi. Oldi tushlarini qarang. Oldi tushlari, orqa quyruq, o'zi turmayapti, kengliklari qochib ketib qolyapti yakkalik uchun. Bo'ybaslarni nechaga beramiz buni? Bo'ylari aka 85 kilo. 85 plyusda. 7 ishlarda xudo xolisa muammosi yo'q, sinab ko'rdingiz-a siz? Hurmatli obunachilar, qo'chqorga bir e'tibor berib ko'ringlar. Mana qo'chqorni zo'rini qidirib yurganlarga maksimal darajada videoni tarqatib qo'yinglar, hurmatli obunachilar. Mana e'tibor berib ko'ringlar. Bo'ybaslari 85 plyusda, 7 ishlarda muammosi yo'q. Hamma yo'g'i kelishgan, toza nasldor. Kelajakda men qo'yga qo'shaman deydigan aka-ukalarimizga xotirjam tavsiya qilamiz. Narxi nima deymiz buni Mo'radin? Narxini aka, to'g'ri qilib gapiraymi? Bo'lish bitishini aytavering ilojini boricha. 6,5 xayri bor aka. 6,5 xayri bor. Xayri qancha? Bo'ladigan qilib ochiq summa qilib ketaveraylik. 60 beradi aka. Samarqandgacha dastavka qilib beradi aka. 6,300,000 so'mga Samarqandga dastavkasini qilib berasiz. Xo'p. Yana xayr qilib beramizmi? Aka telefon qilsin, har doim o'tib berganmiz, doim o'tib beramiz aka. Xudo xolisa bundan ham o'tib beriladi. Aka yo'lda qilib beramiz. Hurmatli obunachilar, 6,300,000 so'm. Holatga qaraganda aka yomon emas, tanga. Hurmatli obunachilar, oyoq kengliklariga ham bir e'tibor berib ko'rasiz. Hamma yo'q ideal holatda 6,300,000 so'm xayri bor. Xayriga o'tib beriladi. Hech kimda aytgani bo'lmagan. Shoshilaveringlar hurmatli obunachilar. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Shoshilinglar, ishlang bitadi. Shoshilib aloqa chiqaveringlar. Biz keyingi partiyamizni ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, bu qo'chqorga e'tibor berib ko'ringlar. Garbonasini qarang. Voy mashalloh, yurishlariga. Buni qarang. Dumbalariga, hamma yo'g'iga bir e'tibor berib ko'ring. Haqiqiy mana toza nasldor. Hurmatli obunachilar, chudang. Voy mashalloh. 7 ishda muammosi yo'qmi Mo'radin? Mana qo'chqor. Mana qo'chqor. Hurmatli obunachilar, qo'chqorning zo'ri. Haqiqiy idealdan boqadigan aka-ukalarimizga tavsiya qilamiz, hurmatli obunachilar. Yurishlariga bir e'tibor berib ko'ring. Mo'radin, buni bo'yini nechiga beramiz endi bularni? Bunisini. Aka telefon qilsa o'lchab ham beraveramiz. O'lchab beraverasiz xotirjam-a? Yosh hali qo'z, ha? Hali qo'zi narsa aka. Voy, hurmatli Toza obunachilar. qo'zi. Toza narsa. Buni qarang. Quloq joylashuvlari, orqa oyoq kengliklari, dumban chiroyliligini qarang. Voy mashalloh. Xudo xolisa, hurmatli obunachilar, shoshilib aloqaga chiqinglar. Bunaqa tozalari to'g'risini desam kamdan kam bo'ladi. Qarang, umuman bo'yinda egmaydi. Yurishini qarang. Voy mashalloh. Qaytarib yuboring bu yoqqa, qaytarib yuboring. Dumba, arashan paroda. Garbonosiga bir e'tibor berib ko'rasiz. Garbonos haqiqatan chiroyli ekan. Mo'rda narxini nima deymiz buni? Aka buni 6,5 millionga qilib beramiz aka. Xayri bormi? Yo'q aka, 6,5 million menimcha yomon emas aka. O'zimiz xayrini qilib berganingizda yaxshi bo'lardi, lekin qo'yin haqiqatan zo'r. Buni misol odamlar hozir chiqarib buni $600, $700 narx qo'yib yuboryapti, lekin 6,5 million so'm chiroyli pul, o'zimiz xayr qilib berganingizda yaxshi bo'ladi. Biz ham jonaga. Bizga ham foyda qilsa sotamiz. Xudo xolasa
kelishiga qarab sotamiz aka. Arzon qo'yaman, qo'y dövüşt keragi yo'q. Qo'yga qarab qo'yamiz aka. Xudo xolasa qo'yni narxini solishtirib olishaveradi aka. Bo'ldi. Hop 6,5 million so'mga qayerga dastlabkasini qilib beramiz? Dastlabkasi aka? Ha. O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi bor. O'zbekiston. Lekin hozir qo'yilgan narxda aka Samarqandgacha dastlabkasi. Samarqandga dastlabki xizmati bor. Hurmatli obunachilar, Samarqandga dastlabki xizmati bor. Qo'yilgan narxda O'zbekiston bo'ylab qilib beriladi. Prosta kelishilgan holda. Adashmasam bo'ybaslari bir 85 ga yaqin bo'lsa kerak. Mo'sh 85 plyusdadir. Lekin qo'y haqiqiy qo'chqorligini ideal holatda. Hurmatli obunachilar, yurishiga bir e'tibor berib ko'ring mana. Toza narsa, garbonoslari joyida, quloqlari ham adashmasam bir 19 atrofida bo'lsa kerak. Xo'p, 7 ishlarda muammosi yo'q. Mana shunday toza nasldor qo'chqor qidirib yurgan aka-ukalarimizga xotirjam tavsiya qilaveramiz. Shoshilib aloqaga chiqaveringlar hurmatli obunachilar. Bunaqalari, bunaqa noyoblari kamdan kam bo'ladi. Biz keyingi qo'yimizni ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, mana 3-partiyamizga ham qo'chqorda haqiqiy idealidan boqaman degan aka-ukalarga xotirjam tavsiya qilaveradigan zot yo'nalishga dumba razrezlarni qarang. Voy mashalloh mana. Dumba razrezlari ham o'ta zo'r, nihoyatda chiroylisini. Xo'p, buni bo'ybaslarini nechiga beramiz birinchi? Mo'hrdan bo'ybaslardan gapirishaylik. Bir xil a? Xudo xolisa. Xo'p, 7 ishtilari. 7 ishtilariga aka xotirjam bir hafta kafolati bor. Bizda sinovdan o'tgan qo'ying. Hurmatli obunachilar, garbonoslariga, kallaklariga bir e'tibor berib ko'ring. Haqiqiy zo'ridan, idealidan boqadigan aka-ukalarimizga xotirjam tavsiya qilamiz. Yurishlariga ham bir e'tibor berib ko'raverasiz. Xudo xolisa hurmatli obunachilar, sinovdan o'tgan, o'ylanmaysizlar, ikkilanmaysizlar, kelajakda zot yo'nalishga men o'zim boqib tarbiyalayman deydigan aka-ukalarimizga bu xudo xolisa hurmatli obunachilar. Xo'p, narxini nima deymiz Mohriddin buni? Narxini aka Gapiring, bu yo'lida bitadigan qilib. aytgan buni aka. Yaqinroq emas, bitadigan joyini. 6 millionga qilib beraman aka. Dastlabki xizmati Dastlabkasi aka shu Samarqandda. O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi bor, kelishilgan. Aytilgan narxga Samarqandgacha dastlabkasi bor. Ana hurmatli obunachilar, 6 million so'm ishingizda kirib boradi. Samarqandga dastlabki xizmati bor. O'zbekiston bo'ylab bor, kelishilgan holda. Mo'jit 2 kishi o'rtada qilinar. Mo'jit o'zlari qilib berar, sal yaxshiroq gapirsalaring, to'g'rimi? Aka xudo xolos telefon qilsa ish bitadi. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqinglar. Xudo xolisa aloqaga chiqsalaring ishlaring bitadi. Bitmay qolmaydi. Xudo xolisa ishni bitirishga harakat qilamiz. Mana qo'chqorga bir e'tibor berib ko'ring. Qo'zi aka mana. Shali qo'zi. Kallaklari. Как Tianshan paroda bu. Bu toza Tianshan emas, toza bir afg'on emas, toza arashan emas, lekin gibrid, lekin qoni toza xudo xolisa mana. Tianshan paroda. Dumba razrezlar o'ta zo'r. Razrezga bir e'tibor berib ko'ring. Mana razrez. Ular o'ta katta bo'ladi. Xudo xolisa kelajagi bor narsa aytib turibman. Yo'qsa aloqaga chiqaverasizlar hurmatli obunachilar, biz keyingi partiyamizni ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, bu 4-partiyamiz, oxirgi partiyamizga ham qo'chqorda haqiqiy idealidan. Voy, mashalloh. Bunga bir e'tibor berib ko'ring. Bularga qaraganda yoshroq, bir 2 oylik farqi bor a. Bo'ybaslari adashmasam biz 80 plyusga olishaveradi. Ha, 80 ga olishaversa. 80 ga olaverasizlar hurmatli obunachilar, qo'chqorni bu qarang. 80 ga olishaversa. Mana qo'chqor hurmatli obunachilar. Ushlab turing, bir dumba razrezlarni bitta ko'rsatib qo'yaylik shuni. Mana razrezda qarang. Bu razrez hurmatli obunachilar tepaga to'g'ri mana. Oyoq kengliklari nihoyatda zo'r. Mana qulog'i o'tagi. Qulog'ini qarang. Quloqlari bu. Ikkala qulog'i ham juda baldag'i. Baldag'i bor ekan a. O, yuzini bitta ko'rsataylik, garbonoslarni. Garbonoslar. Tishini bitta ko'rsatingchi. Ana qo'zi. Xo'p, Mo'hrdan bu narxini nima deymiz uka? Og'risin sal yengilroq. Bitadigan joyini gapiring. Aka bo'ladan aqli gapiradi. 5 million 300 ming so'mga Toshkentgacha dastlabki beraman. 5 million 300 ming so'mga Toshkentga to'g'ri dastlabki xizmati bor. Qolgan yerga kelishamiz. Bo'ldi. 5 million 300 ming so'm hurmatli obunachilar, Toshkentga to'g'ri dastlabki xizmati bor. Kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar, lekin qo'chqor haqiqiy holat. Xudo xohlasa bitta obunachi masalan 7-8 ta qo'yib bor obunachilarimizga ideal variant. To'g'ri. Hurmatli obunachilar, 7 ta 8 ta emas, 15 taga to'g'ri xudo xolisa qo'ydi. Boqib tursalaring, yemini yeb tursa 15 taga to'g'ri sog'liq qo'ylarga javob qilaveradigan variantlar hurmatli obunachilar. Shoshilib aloqaga chiqaveringlar, bunaqasi
kamdan kam bo'ladi. 5 million 300 ming so'm hech kimda aytgani bo'lmagan, aytilgan summadan xayr qilib beriladi. Ozgina, ko'p emas ama. Xayri bor. Toshkentga doğru dastavka xizmati bor. Yo'qsa aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like, podpiska, podelitsiya qilish eslaringizdan chiqmasin. Kanalimizda yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'yasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Xudo xolsa chiroyli video syomkalar qilib sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.